Bu voqea real hayotdan olingan. Tur yoqilmayapti, tur. Bor, choy qo'yib kelgin, bu. Jonimga tegdi boru siz mana shu ichishingiz. Nima ishing bor? Sen mana ishing bor. Ha, nima ishing bor? Bor, choy olib keldim. Qachon odamlarga o'xshab uyim joyim deydigan bo'lasiz? Qachon sen jag'ing yopiladi o'zi? Hatto menga tuzuk e'tibor ham bermaysiz. Nimaga e'tibor beraman? Sen tovuq miyaga. O'rtadagi bola uchun yashab keldim shu kungacha siz bilan yashagan Bor, bo'lsam. choy olib keldim. Bo'lmasa sizdaqa alkash bilan 1 minut ham qolmasdim. Bor, boshqa yoqqa qarayotgan bo'lsa, bor, Ketaman. bor, yo'q. Turqizni ham ko'rish xohlamayman bundan buyog'iga. Bolani esa tug'dirgan bo'lsangiz o'zingiz boqasiz. Menga qara, manjalaqa. Bolani ham o'zingni olib ket kerak bo'lsa, tushundingmi? Menga kerak emas bola. Kim biladi kimdan ortib ekansan bolani? Bolangni esa o'zing boq. Xudodan qaytgan iflos. Onangni bor-ku, olib ket bolangni o'zing bilan. Kerak emas menga. Bu janjaldan keyin er-xotin ajralishib ketishadi. Bola esa o'rtada sarson, sargardon ko'chada qoladi. Hattoki qarindoshlari ham bolaning ustidan kulib, uni mazah qilishar edi. O'z uylariga sig'dirmas va uni haydab yuborishardi. Bola esa yig'lab chekka bir qishloqning mozoriga borib, bir qabrning ustida yig'lab uxlab qoladi. So'ng shu mozorning qorovuli kelib, holdan toygan bolakayni ko'tarib o'z uyiga olib ketadi. Oradan yillar o'tadi. Bolakay shu tarzda o'sha amakini uyida qolib ketadi. Ona boshqasiga turmushga chiqib ketgan va ota esa boshqasiga uylangan edi. Oradan 5 yil o'tsa hamki, ikkalasida ham farzand yo'q edi. Kunlardan bir kuni bolakay o'z onasini ko'rgani borsa, uni onasi quchoqlab o'pishning o'rniga uni haydab, urib yuborardi. Bolakay esa ko'zlarida yosh olib onasining yonidan chiqib ketardi. So'ng otasini uyiga borardi. Otasi yoniga borsa, otasi o'sha har kuni mast ahvolda. Bolakay otasiga endigina dardlarni aytay deganida otasi ham uni urib, haydab yuboradi. Bolaning esa qarindoshlar juda ko'p edi. Hech qaysi qo'lini cho'zmas edi. Ustidan ular ham kulib dedilar: "Bor o'sha Go'rkov amakingning oldiga." Shunda bolakay qabriston qorovulning oldiga kelib, "Amaki, nega insonlar ko'chaga pullarni tashlab ketmaydi-yu, lekin o'z bolasini tashlab ketadi?" Shunda bolakay yig'lab shunday dedi: "Yoshligim o'tdi ko'chalarda. Yig'lab yurardim hatto kechalarda. Yotib qolar edim yig'lab mozorlarda. Men yetim bo'laman. Ichim to'la nola. Onamni ko'rgani borganimda, onam meni har kuni quvardi. Onamga yig'lab dardim aytay desam, meni onam urib haydardi. Ey Allohim, bermagin menga buncha azor. Bu dunyodan bo'ldim-ku men bezor. Mozorlarning ustida har kuni yig'layman-ku men zor. Otam uyiga borsam, otam sharob ichardi. Otam ham mast bo'lib meni urardi. Meni qarindoshlarim ko'p. Hech qaysi qo'lni cho'zmas edi. Ustimdan ular ham kulib dedilar: "Kovla, endi o'zgo'ring." Amaki, charchadim amaki. Esingda bo'lsin. O'z ota-onang bilan bo'lgan eng yaxshi munosabat ularning e'tiqodidan yoki e'tiqodsizligidan qat'iy nazar bu Allohning marhamatiga erishish uchun kalitdir. Ular sen bilan gaplashayotganda ularni jimgina eshit. Donolikni anglaysan. Jamiyatdagi o'rnidan qat'iy nazar hurmat yuzasidan ular tik turganda sen ham o'rningdan turib
odamlar orasida mustahkam o'rin topasan. Safarga ularning duosiz chiqma. Ularni yolg'iz qoldirma. Sen ham yolg'iz qolmaysan. Ularning bardamligi to'g'risida o'yla. Sen ham marhamat topasan. Esda tut. Ota-onang duosini har doim Alloh ijobat qiladi. Ular uchun ibodat qil va ikki dunyoda baxt topasan. Shohrux Piskent hamda Aslzoda Limon. Yoshligim o'tsin ko'chalarda, yig'lab yurardim kechalarda, yotib qolardim mazorlarda. Men yetim bola. Onam uyiga borsam, onam eri quvardi. Onamga yig'lab aytsam, meni onam urardi. Allah'ım vermagin osor, bu dünyadan buldum bezor. Mazorlarning ustida yig'layman kumen zor. Ey Allah'ım vermagin osor, bu dünyadan buldum bezor. Mazorlarning ustida yig'layman kumen zor. Ey Allah'ım verme osor.